qishlog'imni oralab har gal kindiq qonim to'kilgan bolaligim, o'smirligim, yoshligim o'tgan qishlog'imning ko'chalarini aylanganda samimiy insonlar bilan ko'rishib, hol ahvol so'rashganimda hayotning alg'ov-dalg'ov yo'llari va yillari ora kechgan, charchagan, toliqqan vujudimda qayta kuch, qayta qudrat uyg'onadi. Bu galgi borishim o'zgacha kayfiyat uyg'otdi. Do'stumbiy Mullojimon qishlog'i bo'ylab o'tgan yo'lning kunbotish tarafida 3 qavatli zamonaviy mahalla fuqarolar yig'ini binosini ko'rib ko'nglim ko'tarildi. Bu dilbar va ko'rkam binoning qishlog'imiz hududida qurilishi, unga mablag' ajrashida elib yugurgan, tinib tinchimay mablag' undirgan Do'stumbiy mahallasi fuqarolar yig'ini raisi Sharifbay Qurboniyozovning xizmatlarini alohida ta'kidlash lozim deb topdim. Bu bino ichida qishlog'imiz ayol qizlar uchun 20 o'rinlik tikuvchilik sexi, har biri 14-15 o'rinlik o'quvchilarni olimpiada va informatsiya bo'yicha maxsus tayyorlov kurslari uchun kompyuter jihozlari, sport zali, ayollar va erkaklar sartaroshxonalari, kutubxona, nonvoyxona barcha jihozlari bilan ta'minlangan. Yana uning tashabbusi va harakatlari natijasida qishloq ko'chalariga 8 kilometrga yaqin tosh to'shatilib, shu yilning o'zida 5 kilometrdan ortiq ko'cha yo'li asfaltlantirish arafasida. Joriy yilning avgust oyida esa yana bir 3 qavatli 180 o'rinli bolalar bog'chasining qurilishi boshlanishini eshitib, sidqidildan mamnun bo'ldim. Sharifbay Qurboniyozovga yelkadosh bo'lib, uning bilan yuqori tashkilotlarga kirib chiqib, tortishib, bahslashib, el yurt uchun beminnat xizmat qilib kelayotgan O'rozboy aka Jumonovning xizmatlarini alohida ta'kidlab, o'z rahmatlarimni aytib o'tishni lozim topdim. O'rozmat akaning beminnat qilayotgan ishlari alohida mavzu. Inson bilan insonning farqi bor. El-yurtga, mamlakatimiz rivojiga, yurtimizni obodligiga hissa qo'shayotgan fidoyilarimizni qadrlashni burchimizga aylantira olsak, yurtimiz yanada obod, yanada ko'rkamlashib, turmushimiz farovonlashib boraveradi. Bu ko'rkam bino barcha yurtdoshlarimizga qutlug' bo'lsin.